Voy. Mana bu seni qaranglar, yonishini. Narxi ham yondi-yu. Oldin 550 ming sotuvdik, hozir 480 ming so'mga tushdi. Bitta like bosib qo'ymasanglar, xafa bo'lib qoladi-yu. Razmeri 39 dan 45 gacha. Xuddi shuni sarikinoshasi ham kelgan, 3 xil rasvetkada. Razmeri buniki ham 39 dan 45 gacha. Narxi 400 ming so'mdan. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda fantomlarni, boshqacha modeldan, buni ham narxi 400 ming so'mdan. Razmeri 39 dan 45 gacha. Lekin menga mana rangi juda ham yoqdi-yu. Chotki ekani. Bunaqa rangidan ham keldi. Neobishni, Nike Air Zoom sarikinoshkalar ham keldi. Rozi bilan qora kombinatsiya bo'lgan, chiroyli ekan rasi. Mana buni qaranglar, yonishini, bu yoqda har xil tegini qaranglar. Chotki. Pumadan sarikinoshkamiz keldi. Okalar, oldingi butsinglarda 2 ta gol urgan bo'lsanglar, bunda 5 ta gol urasizlar. Razmeri 39 dan 45 gacha, narxi 380 ming so'm. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'k rangidan, qora rangidan ham bor, oq rangidan ham bor. Bu hali hammasi emas. Bu yoqda F50 sarikinoshkalarimiz ham kelgan. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxi 350 ming so'mdan. Mana ranglarni qaranglar, chiroyligini. Mana buni qaranglar, fioleti bilan yashili kombinatsiya vashi chiroyli chiqqan. 39 dan 45 gacha. Xolisali ipligi, xolisali ipsizi. Bu yoqda Toni Kroosni butsisini sarikinoshkasi keldi. Oldin 380 ming sotgan edik. Endi hozir narxi 340 ming so'mdan olib ketdi. Razmeri 39 dan 45 gacha. Endi kimga shunaqa sarikinoshka butsi kerak bo'ladigan bo'lsa, faqat Elite Sportdan olinglar. Hammaga rahmat.